Xo'jaypak mahallasida kelganman men. Nima kasallik bezovta qildi? Shu davlat pas asab bo'yicha. Birinchi o'rinda mahallamga rahmat. Uyimga borib, qo'lib mazam pashayotgan zarobga mashu marhamatga yotqizishdi. Hamma narsasi yaxshi ekan, sharoitlarim o'zgarish bor o'zimda. Doktorlarga ham rahmat. Qizlarga ham. Natija bo'ldimi? Sog'aydingizmi ancha? Yaxshi, o'zgarish bor. Xizmatlari, sharoitlari qanaqa ekan? Sharoitlari zo'r, hamma sharoitlar. Yotoqxonasi ham, ovqatlari ham, hamma sharoit yaxshi ekan. O'z vaqtida kelguncha davolandi, ko'rib ketyapti. Doktorga ham rahmat. Demak, qolganlarga ham tavsiya bera olasizmi? Tavsiya beraman. Bemalol kelib davolansa. Ko'rinadigan, yotadigan kishilar bo'lsa kelib yozsin. Yaxshi joy ekan, sharoitlari ham, hammasi yaxshi. Doktorlari ham, qizlar ham, medsestralar. O'z vaqtida nazoratda. Ha, yaxshi. Muhimi sog'lik zo'r hozir. Yaxshi. Ahvollar. Rahmat. Mahallamga, xotin-qizlarga, olmagan singlimga rahmat. Deyishsa hammasi. Men shular orqali kelib qoldim, bo'lmasa uyda davoldan tushib, mazza qarshi yo'q berdim. Ha. Doimo sog' bo'ling.